Rayhon opa, oyim menga zo'r pichini olib kelib berdilar. Keling, sizga ham beraman. Men seni o'zingga olib keldim, hammaga tarqatgin deb emas. Olib kelib bu yoqqa pechenini adasi olib beradi o'zi. Do'dir, anqo'ga o'xshaysan. Ke Rayhona bu yoqqa. Nimaga nima chaqiruvdingiz? Ukam, ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ukam bilaman, hozir ishlaring yurishmayapti, men pul ishlab turgan. Qachongacha shunaqa qilib yuraverasiz, pul berib, o'rgatib? Biz ham ko'karishimiz kerak, bizga ham o'sha pul kerak. O'zlari ishlasinlar. Menga qara, nima kamchiligim bor, hamma narsang bo'lsa, ukam-ku, qarab turmayman ukamni, men bunaqa ahvolda yurganda. Senga ham hayronman, nima yetishim. Hoyjon, yaxshi keldingizmi? Keldim bolam. Bolam qatdan yaxshi kelaman. Siqilganimdan keldim yoningga. Okeyni bilasan, yaxshi topadi. Okeyni topish tutishini mazasi yo'q. Okeyni xotini o'sinini shunaqa bolalari bilan shunaqa yomon xor qilyapti. Uyim g'alva, nima qilishni bilolmay o'tiribman. Siqilib ketdim, ko'chaga chiqib ketdim oxiri. Bolam aka-ukani bir-biridan kam qilmasin ekan. Voy, men erim ukasini chiqishtirmayotgandim. Aka-ukani o'shtirib qo'yayotgandim. Onam ham bir ahvol bo'lib qoptilar. Nima qilib qo'ydim? Rayhona qizim, kel sen. Kel, sen o'tiribsan. Adila pul tashab ketdilar hozirda. Ikkalaringlarni parkka borib o'ynatiraman, xo'p? Kachilili uchamizmi ikkalamiz? Ha. Mendan xafa emasmisan, Asal? Yo'q. Jonim qizimman.